Turkiya kompaniyasi Qirg'izistonda GES qurilishiga 3 milliard dollar sarmoya kiritadi. Qirg'izistonning Jallobod viloyati To'g'uz-To'ri tumanida quvvati 912 megawatt bo'lgan Qozorman GESi poydevoriga tamal toshi qo'yildi. Loyihani Turkiyaning O'rta Osiyo Yatirim Holding investitsiya kompaniyasi Ixlos Holding sho'ba korxonasi amalga oshirmoqda. Loyiha umumiy quvvati 912 megawatt bo'lgan 3 ta gidroelektr stansiya, Alabugu, Qora Bulun 1 va Qora Bulun 2 GESlarini qurishni o'z ichiga oladi. Investitsiyalar hajmi qariyb 3 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Yillik o'rtacha elektr energiyasi ishlab chiqarish esa 3,75 milliard kilovatt soatdan oshadi. Tantanali marosimda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Turkiyaning Bishkekdagi elchisi Mekin Mustafa Kamol Okem, Ixlos Holding direktorlar kengashi raisi Ahmed Mujohid O'rin, Qirg'iziston energetika vaziri Altinbek Risbekov, shuningdek mahalliy hokimiyat vakillari va aholi ishtirok etdi. Sadir Japarov ushbu loyiha mustaqil Qirg'iziston tarixidagi eng yirik energetika loyihalaridan biri ekanini ta'kidlab, turkiyalik investorlarga minnatdorchilik bildirdi.